Poyiga ohista gulchambar sochib, qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman. Hayotida yangi sahifa ochib, onamni eng baxtli ayol qilaman. Yuragi dard, alam tuymaydi sira, ko'ngliga armon suv quymaydi sira, dunyodagi barcha ayoldan ko'ra onamni eng baxtli ayol qilaman. Quvonch elchilari turar yo'l poylab, yuragin tubiga mehrni joylab, hammadan ham ko'proq asrab, avaylab onamni eng baxtli ayol qilaman. Tunda ham qalbida so'nmaydi quyosh, ko'ziga qayg'udan to'lmasidan yosh, hayotda men uchun eng yaqin sirdosh onamni eng baxtli ayol qilaman. Sochlarin yo'qlamay tursinda qirov, yelkamga opchib bo'lib toy ulov, gaplarimga balkim ishonmas birov onamni eng baxtli ayol qilaman. Odamlar oldida qaddim tutib tik, tashvish musibatlar bo'lmasidan yuk, kim ko'rsa doimo havas qilgudek onamni eng baxtli ayol qilaman. Orzular ro'yobim o'zin oqlasa, omadli kunlarim meni yo'qlasa, nasib qilsa bir kun Xudo xohlasa onamni, mehribonimni eng baxtli ayol qilaman. Assalomu alaykum, bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, ming bor uzr. Shamol qirlida, sochlar to'zg'ib ketgan. Biz bugun Andoq qishlog'iga, planshet chabungni ham topolmay qoldik. Sibiston mahallasiga tashrif buyurdik. Tashrifimizning boisi onajonimiz Qahramon va Turg'unoy onajonimizni tabriklash uchun tashrif buyurdik va shu bilan birgalikda Qahramon Muhammad hoji otamizni ming bor uzr. Qalbimizdagi eng chiroyli tilaklar va tabriklarning barchasini Muhammad hoji otamizga va Turg'unoy onajonimizga yo'llab qolamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bobomni, buvimni tabriklamoqchiman deya niyat bildirgan nabirajonlarga alohida tashakkurimizni izhor etib qolamiz va biz sanoqli daqiqalardan so'ng tadbir dasturimizni boshlaymiz. Agar vaqtimiz, imkonimiz yetsa, mana shu tog'lardan ham bahramand bo'lamiz. O'zi anchadan bir kollektiv bilan orzu qilgandik toqqa chiqishni, mana tadbir bahona tog' bag'riga yetib keldik. Bizni kuzatishda davom eting. Biz esa boshladik, ketdik. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu xonadonga qadam rajida aylagan aziz va muhtaram mehmonlar, onajonlar, opa-yu singillar. Assalomu alaykum. Bizni musofirdan turib tomosha qilayotgan musofir yurtdoshlarimiz. Bugun Iqro kitoblar do'koni jamoasi yana bir baxtiyor insonni tabriklash uchun tashrif buyurdik. Eng chiroyli va saratilaklar tabriklarimizning barchasini albatta mana shu xonadon ahliga qolaversa, bugun sababchi Turg'unoy onajonimizni chin qalbimizdan tabriklab, onajonimizni taklif etamiz. Marhamat. Oy kabi qoshimda parvonam onam, oftobdek mehrda yagonam onam, boshimga tillo toj, ko'nglimga taskin, tunu kun tilimda shukronam onam. Oltin, kumush asli tosh bo'lar ekan, onasizning ko'zlari yosh bo'lar ekan. Onasi bor doim yosh bo'lar ekan, mehr ummonida durdonam onam. Qayga borsam yo'ldosh, hamroh taftingiz. Sizdan baxt topmadim, siz nima topdingiz? Sizdan qayga borsam yo'ldosh, hamroh taftingiz. Sizdan baxt topdim, siz nima topdingiz? Mudom manglayimda iliq kaftingiz, toleimdan yorug' peshonam. Yonimda o'g'lim deb tursangiz ona, yashayman g'amlardan g'olib mardona. Kelsangiz yuksalar g'arib ostona, ketsangiz bungayar koshonam ona. Ko'rdim dunyo yetti mo'jizasini, topmadim qalampir munchoq isini, ko'zlarimga suray bosgan izini, jannat bog'laridan nishonam ona. Bemor bo'lsa gar uzoq, titroq bosar tanamni, Robbim ayla ehtiyot,
xasta qilma onamni. Ularsiz yashash og'ir, tingla bir bor nolamni. O'tinaman ey Tangrim, xasta qilma onamni. Onajonim, onam mening, mehribonim jonim mening. Onajonim, onam mening, mehribonim jonim mening. Otamning ko'ngil ardog'i, jonajonim onam mening. Otamning suyukli yori, jannat yo'sham onam mening. Mehribon sunarlar odamni, jonimni ayla omon, xasta qilma onamni. Keltirdilar dunyoga, ko'rdi qancha alamni, chidadilar sinovga, xasta qilma onamni. Dil yarim bilasan lek yangilama. Assalomu alaykum hojoda, hojona, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Bugun hayotingizdagi yorqin daqiqalar, vaholanki farzandlar, balki biz nabirajonlar uchun ham eng katta bayram, to'y, tantana. Bugun barcha farzandlaringiz, Nosirjon akamiz, Toshtemir akamiz, qizaloqlaringiz, Munavvar opamiz, Kimyo opamiz, Barno opamizning chiroyli tilaklar, tabriklari va shu bilan birgalikda nabirajonlaringizning chiroyli tilaklar, tabriklari Obijon akamiz. Musofirdan sizga chiroyli, go'zal tabriklar, mana shunday sovg'a salomlar yuborgan Doniyor akamizning tabriklari, Javohir akamiz, Lazizbek akamiz, Navbahor opamiz, Nilufar opamiz, Firuza opamiz, Sabrina va Rahima opalarimizni chiroyli salomlar, tilaklari muborak bo'lsin. Bugun ularning barchalarining maqsadi bitta. Bu jonim xursand bo'lsalar bo'ldi. Evaziga bizni duo qilib tursalar bo'lgani deya ta'kidlab o'tdi. Albatta biz farzandlar uchun otamiz, onamizning duolaridan ortiqroq baxt bo'lmasa kerak. Biz bugun aytilajak go'zal she'rlar, tabriklar barchasi albatta mehribon onajonimiz shanlariga. Biz mana shu she'rlarni, qo'shiqlarni o'qib eshittirishimizdan oldin ruxsat bersangiz onajon, eng avvalo chiroyli tabriklar, mehrga, muhabbatga boy so'zlar, duolarni otamizdan tinglab qolsak. Marhamat. Tug'ilgan kuning bilan tabriklaymiz. Sasan yoshligingda. Nevaralaringni, chevaralaringni vaqtini uzunini ko'r. Sog' bo'l, salomat bo'l. Rahmat, salomat bo'ling. Men kamgina ertalabdan beri qolmay qoldi o'z gaplar. Ertalabdan beri tabriklab. Rahmat, salomat bo'ling. Inshaalloh farzandlar nabirajonlarning baxtini, iqbolini onam bilan birga ko'rmoqlikni Alloh nasib aylasin. Albatta Doniyor akamizning niyatlari, tilaklari bitta shu. Bo'jonim xursand bo'lsalar bo'ldi. Agar imkon bo'lsa mana shu she'r menga juda yoqadi. Mana shu she'rni o'qib eshittirsangiz bo'jonimga deya. Mana shu go'zal she'rni farzandlaringiz, nabirajonlar nomidan qabul qilasiz. Tillaridan tushmaydi duo. To'xtashi yo'q mening onamning. 18 ming olamda tanho. O'xshashi yo'q mening onamning. Chiroyidan osmonda oylol, bahor ta'zim aylaydi xushhol, yo'qdir unday sohibi jamol. O'xshashi yo'q mening onamning. Bolam deya dil bo'ldi adoq, bolam deya qo'llari qadoq, uzuk ko'rmay o'tdi bu barmoq. O'xshashi yo'q mening onamning. Tog'ning tog'ga o'xshashi bordir, bog'ning bog'ga o'xshashi bordir, oyning dog'ga o'xshashi bordir. O'xshashi yo'q mening onamning. 18 ming olamda tanho, hurdan go'zal, malakdan zebo, hayqiraman eshit ey dunyo. O'xshashi yo'q
mening onamning. Onam kabi buyuk ona yer, jar solaman kim ne desa der, yuragimdan otildi shu she'r. O'xshashi yo'q mening onamning. Tillaridan tushmaydi duo, to'xtashi yo'q mening onamning. 18 ming olamda tanho, o'xshashi yo'q mening onamning, otamning. Mehribonlarimiz uchun har qancha she'rlar, qo'shiqlar aytsak kam deb o'ylaymiz va biz farzandlar doimo ta'zimdamiz. Boringlarga shukr, chiroyli qarsaklar. Mana shu mehribonlarimiz shanlariga salomat bo'ling. Bilamizki, o'zbegimning har bir to'yi, tantanasi, xursandchiliklari, yaqinlar, farzandlar, mana shunday jigarlarimizni keling. Jigarlarimiz diydorida yana ham go'zal, fayzli desak adashmagan bo'lamiz va otamizni yuqoridagi tabrik so'zlariga qo'shimcha qilgan holda buvijonlarimiz bor. Buvijon, salomatmisiz? Jigari bo'lasizmi? Dugonangizmi? Qoyil. Dugonajonlar nomidan tabrik eshitamiz. Buvijon, ismingiz nima? Norxolay buvijonimizdan go'zal so'zlar, tabriklari. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, mezbonlar. Mana biz shuda yig'ilgan ekanmiz, shu dugonamiz tug'ilgan kun ekan. Akam menam qo'sha qarsin, bolalarni huzur halovatlarini ko'rib yursin. Qarsaklar bo'lsin. Rahmat bo'ladi. Chiroyli so'zlar, tabriklarni yana kimdan eshitamiz? Xolajonimizdan kechib keldilar. Hayyola bosildimi? Marhamat. Onajonimiz bitta tabriklab qo'yasiz. Ismingiz? Shoshana ismi esdan chiqib ketdim. Marhamat. Oysha momamizmi? Marhamat. Oysha xolamizdan chiroyli so'zlar, tabriklar. Nima degan bo'lsa hammasiga qo'shilaman. Men shu yangam tag'amman qo'sha qarib bolalarni qamalini ko'rsin, nima niyat qilmasa niyatlariga yetsin. Rossiyadagi bolalar ham nima niyat bilan shunlar tadbirlardan o'qigan ekan. Ularga katta rahmat. Ular omon esanligini kelib bolalarga uylariga kelib to'ylar qilsin, kelinglar, nasib qilsin. Shu katta rahmat. Qarsaklar bo'lsin. Rahmat, bog'ingizga shukur. Xo'p, farzandlardan Toshtemir akamizdan eshitamizmi? Tabriklarni. Akajon, marhamat. Birinchi marta bo'ladi Akram. Ber gapiradi. Onajonim, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Bizlar baxtimizga hamisha sog' salomat bo'ling. Shu bolalaringizdan, nevaralaringizdan huzurini ko'ring. Otasiz ham hamisha baxtimizga omon bo'lingizlar. Rahmat. Toshtemir aka, bitta bag'ringizga bosib qo'yasiz onajoningizdan. Akamizning so'zlariga bitta qo'shimcha qilamiz. Qizlardan kim bor? Onajonimiz qizlardan. Kimyo opamiz? Keling. Kimyo opamizdan chiroyli so'zlar, tabriklarni tinglaymiz. Marhamat. Onajonimni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Otam bilan qo'sha qarisin, bolalarini, nevaralarini, chevaralarini baxtli ko'rsin. Rossiyadagilarim sog' salomat o'ynab kirib kelsin. Doniyorjonlar, Navbahorga, Nilufar, akamlar, yengamlar hammasiga katta rahmat. Javohiram bor mana. Javohir. Ular eson-omon kelsin, to'ylar qilsin. To'ylarga keling, hamisha to'ylarda bosh bo'ringizlar. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Va chiroyli so'zlar va tabriklarni izhor etish uchun general qaynonaning polkovnik kelini
Manzura yengamizni taklif qilamiz. Kela qolasiz. Chaqaloqlar muborak bo'lsin. Kichkinangizam? Keling, onajon. Marhamat. Assalomu alaykum, xonadonimizga kirgan mehmonlar va mezbonlar. Bugun onajonim tug'ilgan kun ekan. Shu fursatdan foydalanib, sizlarga otabek o'zingizga uzoq umr tilayman. Yuzlarga kirib, bolalaringizni, nevaralaringizni, chevaralaringizni rohatdan ko'ringsizlar. Yangi kelgan chaqaloqlar, kelmoqchi bo'lgan chaqaloqlar ham muborak bo'lsin. Sizlarga katta rahmat, ishlaringizga omad tilayman. Qarsakiylar bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Kelinlarning tabrigi muborak bo'lsin. Qizlaringizdan ko'ra kelinlar ko'proq sizga o'xshar ekan-a? Yaxshi ko'radi-da. Va chiroyli so'zlar, tabriklar, sovg'alar bilan Barno opamizni taklif etsak, adashmasak, tilla taqinchoqlar bilan birga. Marhamat. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar hamda mezbonlar. Mana bugun onajonim tug'ilgan kunda og'ayni qarindoshlar, do'stu birodarlar bilan yig'ilishib o'tiribmiz. Men shu fursatdan foydalanib onajonimga uzoq umr tilayman. Allohim otam bilan qo'shsha qarib, nevara, chevara, avara deganlarni ham ko'rib yurish nasib qilsin. Bizlar baxtimizga doim sog'-salomat bo'lsizlar. Qarsakiylar bo'lsin. Tilla taqinchoqlar muborak bo'lsin. Rahmat. Taqdingizmi? Taqdirni olib qo'ymadingizmi? Salomat bo'ling. Rahmat. Chiroyli so'zlar, tabriklar kim? Abdukarim akamiz, Maqsudjon akamiz. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Hoji bova, hojina, tavallud kunlaringiz muborak bo'lsin. Ben sizlarday akam ham, bizlar ham sizlarday bir mo'ysafat bo'lib, nevaralarni, chevaralarni baxt kamolini ko'rdik. Hammaga shunday kunlar nasib qilsin. Bani safarda, musofirchilikda yurgan akalarimiz, ukalarimiz, singillar, opalar hammalarini omadlarini bersin. Xonadonga, yurtga yorug' yuz bilan kelib, mana shunday to'y tomoshalarga muyassar bo'lsin. Tabriklayman hojani. Rahmat. Tabriklayman mama. Bo'ldi shu. Rahmat. Bag'ringizga bosib qo'yasiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Munavvar opamiz qanlar? Munavvar opa, keling. Xafa bo'lib o'tiribsiz bir chetda. Chiroyli so'zlarni onajonimiz otamizga. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Bugun onajonimning tug'ilgan kuni ekan. Shu tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Otamga ham ikkovi qo'shqa qarisin, umri uzoq bo'lsin. Bolalarini, nevaralarini huzurini ko'rsin. Rossiyada yurgan ukajonim barchasi bola chaqalardan eson-omon o'ynab kulib kelib katta to'ylar qilsin. To'ylarini ko'rsin otangam. Hamisha mana shunday to'y festival bo'lib o'ynab kulib berish nasib qilsin. Keling. Rahmat. Salomat bo'ling deb qolamiz. Munavvar opa, bilasizmi, biz birinchi tabrikimiz adashmasak Moybuloqda edi. Hoji onamiz xuddi shunday nuroniy hoji otamizni tabrikladik. To'g'risi kayfiyatimiz yaxshi edi, xonadonga kirib kayfiyatimiz tushdi. Chunki otamiz, onamiz nimagadir kayfiyati yo'q, xo'mraygan. Aytmoqchimizki, hozir hoji otamiz, hoji onamizni ko'rib, o'zimizni bag'ridilimiz ochildi. Qarang, yuzlaridan nur yog'ilar ekan. Boringizga shukr. O'zi bu oxirgi tabrik. Charchaganmiz, lekin hozir otamizni, onamizni ko'rib rosti charchoqlar esimizdan chiqib ketdi. Boringizga shukr. Mana shunday yuzingizdan hamisha nur yog'ilib turishini tilakdoshimiz. Endi Munavvar opa, yana so'zlar bor, nabiralar
Ular bo'lsa ham yana so'zlar bo'lsa davom etamiz. Ruxsat bersangiz Toshtemir aka jigarlar bilan birgalikda hoji otamiz, hoji onamizni bir chiroyli davra raqslariga taklif etsak. Bayramga o'xshasin. To'yga o'xshasin. Marhamat. Kalbimning huzurlari, duoyingiz ko'zlarimning nurlari, borligingiz qalbimning huzurlari. Parvonasiz kecha kunduz qo'shiqlar, shundan tinmas dilimning shukurlari. Parvonasiz kecha kunduz qo'shiqlar, shundan tinmas dilimning shukurlari. Otajon, onajon, jonim madori, otajon, onajon, baxtim tumori. Otajon, onajon, jonim madori, otajon, onajon, baxtim tumori. Omad kuchi boshimdadir farishta, umrimda duoda siz hamisha. Omad kuchi boshimdadir farishta, sizlar borki to'lib koshona, meni jonim qiynalmaydi tashvishda. Sizlar borki to'lib koshona, meni jonim qiynalmaydi tashvishda. Otajon, onajon, jonim madori, otajon, onajon, baxtim tumori. 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 Hammamiz mashhurda yaxshilik davlat, boshimdagi toj, ki alanga aylandim biroq. Davlat, boshimdagi toj, ki alanga aylandim biroq. Ayashdiye, bayqil qilon, davlatim bayrasin bolam. Ayashdiye, bayqil qilon, davlatim bayrasin bolam. Bolam divan, ular giroyim, arzularga bakir samavi. Bolam divan, ular giroyim,
başımdaki taç bir alenge yayladım kıraç Tabii işleri yayıp kılıkılaç Oğlanım be oynasın anam Oğlanım be oynasın anam Suylar kömbe oynasın anam Aman canlanma singiller Kim the Jonah?
Rahmat, bor bo'linglar, salomat bo'linglar. Tilagimiz, niyatimiz har bir o'zbek xonadonida, otamiz, onamiz xonadonida mana shunday xursandchiliklar davomli bo'lsin. Biz har duolarimizda eslaymiz, duo qilamiz. Musofirda yurgan barcha aka-uka, opa-singillarimizni Alloh o'z panohida asrasin. Xususan nabirajonlaringiz, barcha yaqinlaringiz omonlikda, orzulari ushalgan holda vataniga, quchog'ingizga qaytishini biz ham yaratgandan so'rab qolamiz va ruxsat bersangiz xonadonimizni fayzi ko'rki mana shu chopqillab yurgan bolajonlarimizdan bular chevaralari tabriklar eshitsak kimni taklif etamiz? Komiljon. Keling. Sochlari oppoq. Sochlari paxtadi. Oh bak. Mehri daryo. Qalbi bosh. So'zlari balov. Qaymoq. Bu jonim. Qarsagilar bizni bitta quchoqlab qo'ying bu joningizni. Ismingiz nima? Keling, bu joningiz oldiga. Ismingiz nima? Dadam. Yo'qdan so'ramadim. O'zingiz ismingizmi? Soliha. Bu jo'n tabriklayman. 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 Rahmat. Ayjonasini tabriklab yubordi. Keling bu joningiz oldiga. Rahmat, salomat bo'linglar deb qolamiz. Va Acham qiling. Statistik ma'lumotlarga qaraganda shirinlik inson kayfiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatar ekan. Ruxsat bersangiz, go'zal musiqa sadolari ostida bayram shirinligini taklif etsak, marhamat. Bu qismi onajonimizga taalluqli emas, hammasi onamizniki. Shunday ekan, marhamat, opajon, eng mazali joydan otamiz, onamizga aylanadilar. Otajon, marhamat. Onajonimizga aylanasiz. Rahmat, salomat bo'linglar, boringlarga shukr. Umringlar uzoq bo'lsin deb qolamiz. Onajon, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Bizni musofirdan qolaversa ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borayotgan yurtdoshlarimizga qizilda necha yoshni qarshi oldingiz? Men 80. Salomat bo'ling. Otajon sizchi? 86. Qoyil. Xudo xohlasa onajonimiz yuz bilan yuzlashganlarida kelib tabriklaylik. Yana sizdan mana shunday chiroyli so'zlarni eshitish nasib etsin deb qolamiz. Go'zal, xayrli ishga qo'l urgan Doniyor akamizga alohida tashakkurimizni bildirib va mikrofon bilan onamizni, buvijonimizni o'zlariga yuzlanamiz aytmoqchi bo'lganlaringiz marhamat. Birinchi o'rinda shu tashkilotchilarga katta rahmat. Bu ishlarni o'ngdan kelsin. Hamisha shu berinsizlar. Rossiyada yurgan Nasirjonga, sozda kelinimga, Doniyorjonimga, Javohirjonimga, Novbaharimga, Nilbar qizimga, hammasiga kattadan katta rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin. Qo'shqanlarning qo'shaqar qizlar ko'p bo'lsin. Ser davlat, ser farzand bo'lsin. Bizlarga o'xshab nevara, chevara, avaralarni ko'rib jirsin. Katta rahmat bolajonim, Doniyorjonim, Dilshatjonim.
Kattadan katta rahmat. Umrlar uzoq bo'lsin. Birinchi o'rinda men Unuqilgan tashrifim jonimda. Yugurib yuribdi. Onamni tug'ilgan kunlarini o'xshatib o'tkazing deb. Katta rahmat bolalarni sog' omon bo'lsin. Ko'p bo'lsin sen davlat senlarda tushunda qora kunlar qizlarim, nevaralarim, ularning hammasiga katta rahmat. Tashkilotchilarga katta rahmat. Rahmat buvijon, salomat bo'ling deb qolamiz. Va so'zimiz yakunida shunchaki tugatishdan oldin ruxsat bersangiz Toshtemir aka Hoji otamizni bir go'zal duolarini olsak-da, so'ngra yakun yasasak. Marhamat Hoji ota, bir go'zal duo qilib berasiz. Mana shu kampirning 80 yoshini tabriklab shu tashkil qilgan nevaralarimizga, chevaralarimizga kattadan katta rahmat. Toshtemir sizlarga ham katta rahmat. Qo'llashanizlar. Nasirga, hammasiga kattadan katta rahmat. Doniyorjon. Umrlarimiz uzoq bo'lsin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamshir hammani xursand qilib yuribsizlar. Rahmat. Shular xush kelibsizlar. Umrlarimiz uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'linglar. Mana bunday chiqib o'tirishlarni ko'p o'tkazib beringlar. Yo'llarimiz bexatar bo'lsin, kattadan katta rahmat. Sog' salomat. Xizmatlarimiz uchun rahmat. Sog' salomat o'ynab katta rahmat sizlarga. Nevara chevaralarga hammasiga kattadan katta rahmat. Umri uzoq bo'lsin. Bo'ldi boshqa. Rahmat. Rahmat onajon, salomat bo'ling. Boringizga shukr. Inshaalloh yuzingizdagi ilohiy nur hech qachon yo'qolmasin deb qolamiz. Iqro kitoblar do'koni jamoasi doimo har bir o'zbegim xonadoniga eng sara tilaklarni yo'llab qolamiz. Baxtimizga mehribonlarimiz salomat bo'lsin. Shoir aytgani kabi, otang ketsa davlatlaring ketkaydir. Onang ketsa savlatlaring ketkaydir. Shu ikkala qo'rg'oningdan ayrilsang manglaydagi zarxatlaring ketkaydir. Mehribonlarimiz, davlatimiz, savlatimiz, jannatimiz bor bo'lsinlar. Biz esa xayr demaymiz. Yaxshi kunlar, to'y tomoshalarda yana diydor ko'rishguncha sog' bo'linglar, bor bo'linglar, salomat bo'linglar. Otajon umringiz uzoq bo'lsin.